Assalomu alaykum. Cobalt birinchi pozitsiyasiga kalotka va tormoznoy diska perforatsion uстановка bo'lyapti. Bu narsalarni ishlatishni biladiganlar bormi? Buni sariq narsalar направляющий vtulka deyiladi. Bu направляющий vtulkaning vazifasi tormoz berib qo'yib yuborganda yaxshi sirpansa, suport ham orqaga yaxshi ketadi, kalotka tez yeyilmaydi, baraban ham o'zidan o'zi tormozlanmaydi, qizib ham ketmaydi. Xo'p, mana kalotkani bu yeriga ham surtiladi. Bu ham xuddi o'sha vazifani bajaradi. Tormoz berganda kalotka chiqadi, qo'yib yuborganda kalotka ham yaxshi qo'yib yuboradi. Xo'p, mana yerga mana oqidan surtiladi. Diskani tagini tozalab turib, oqidan surtilib qo'ysa, narigi safarga tormoznoy diskani almashtirayotganda yaxshi chiqadi. Ko'chib urib, malatoklarda urib chiqarish nimasi yo'q, hojati yo'q, o'zi chiqadi. Malatokda urib chiqarsangiz, podshipnikni o'ldiradi. Podshipnik ketadi. Kimga sifatli va garantiyli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa qiling.